Mana bahor chiroyli manzara. Daraxt qaraylar ochilganligini. Mana. Juda ham gap yo'q mana. Asalarida ishlayapti mana. Qaraylar. Qarasam tepildi. Arida ishlayapti. Mana. Arida uchib ishlayapti. Chiroyli bo'lib ochilibdi. Bir qator sekin ochilishni boshlayapti mana. Navruzgacha xudo xolasa. Mana. Qaranglar, qanaqa chiroyli bo'lib ochilgan. Gap bo'lishi mumkin emas. Ishcharlar ishlayotibdi mana. Ancha ochilibdi bu ham. Bu ham ochilibdi ancha. Bu endi ochilyapti. Voy, mana bu manzarani qaranglar. Mana. Gap yo'q. Juda ham chiroyli manzara mana. Ishcharlar ishlayotibdi. Mana ko'rayotganlar mana polni ochildi. Arila ishlayotibdi ishcharlar. Xudo xolasa Navruzgacha hamma joy ochilib bo'ladi. Ob-havo yaxshi bo'lib tursa mana. Mana ko'rayotganlar arila ishlayapti. Ochilib ham bo'libdi bu. Juda ham chiroyli manzara, lekin daraxtlarni qaranglar. Bahor chiroyli fasl. Eslida bo'lsa, birinchi bo'lib shu daraxt ko'rdim. Gullagandi. O'sha mana qaranglar, ko'karib ham ketdi o'sha mana. Kun isiganidan. Birinchi bo'lib shu chirchiqda birinchi mana shu ko'kardi, gulladida, keyin qor yog'ib yubordi. Eslida bo'lsa, videosini olib qo'ydim. Mana bu ham o'sha sherigi ham ancha ochilibdi o'sha. Ko'rayotganlaringizdek. Birinchi bo'lib mana shu ikkita daraxt gullavdi. Videosini olib qo'ydim. Qor ham yog'ib yubordi. Endi qaranglar, o'sha gullabdi o'sha mana. Yam-yashil bo'lib barg ochyapti mana. O'sha ochib ham bo'pti. Mana. Sekin asalarida ishlayapti. Ko'rayotganlar mana. Tolni ham ko'ryapsizlarmi? O'sha yam-yashil bo'lib qolgan mana. Tolam. Suv bo'yida. Juda ham chiroyli manzara. O'sha ko'p joyda o'sha daraxtlar gullab, gullar ochilib bo'ldi. Endi mart oxirlari, aprellarda asalari paketlari sotilishni boshlaydi. Asalarchilik boshlayotgan odam sekin zakaz berib qo'yursa ham bo'ladi, o'zini tanish asalarchilariga. Bundan yog'iga xudo xolasa aprelda asalari paket savdosi boshlanadi.